Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning hamma gunoh kechiriladi. Birodarlar, bir yilda to'planib qolgan bo'lsa gunohlarimiz, aniq ishonaylik, Alloh taolo yuvib tashlaydi. Shunda ya Rasululloh, u qadr kechasida bo'ladimi shu ish deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar, yo'q. Xizmatchi qachon ishini tugatsa, uning haqqi to'la qilib beriladi. Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning hamma gunoh kechiriladi. Birodarlar, bir yilda to'planib qolgan bo'lsa gunohlarimiz, aniq ishonaylik, Alloh taolo yuvib tashlaydi. Shunda ya Rasululloh, u qadr kechasida bo'ladimi shu ish deb so'rashdi. Payg'ambarimiz aytdilar, yo'q. Xizmatchi qachon ishini tugatsa, uning haqqi to'la qilib beriladi. Ramazonning oxirgi kechasida ro'zadorlarning hamma gunoh kechiriladi. Birodarlar, bir yilda to'planib qolgan bo'lsa gunohlarimiz,